Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan qadrdonlar. Ahvollar yaxshimi? Tomni tagidan Dilshodbek Penachi yangi jamoasi o'z ish faoliyatini boshladi. Va sizlarni bir qator ko'rishyapti ukalarimiz. Bular sinfdoshlarim emas, qadrdonlar. Sinfdoshlarim bugun Namangan shaharda Chorsu tarafda xizmatda, biz Uychida xizmatdamiz. Namangan viloyati Uychi tumanida xizmatdamiz. Materiallarni mahkamlab yangi sostav bilan. Mana shu ukamiz kechagina xizmatga chiqqanlar, oldin Penablok seximizda ishlashardi, Tomga kecha kun chiqib ish jarayonini ko'rdilar. Pastda bitta akamiz bor, rivojdan ketgan mahalda, o imtihonga bordi bilsalaring. Ana shu mahalda rivojdanning o'rniga 3 ta ob'ektimizda 2 kun xizmat qilgandilar. Ana shu akamiz, bu ukamiz ham Penablok seximizda ishlaydilar. Endi Tomga chiqdik. Penabloklarimiz ozgina ko'payib qolganligi sababli Tomga chiqdik qadrdonlar. Bularni ham ikkita sostav qilib, xudo xolasa bugun Namanganda, ertaga biz men o'zimni jamoam. Endi yangi jamoada o'zimni jamoam. Bular bilan birgalikda Chustda xizmatdamiz biz. Sinfdoshlarim ertaga Andijon shaharga chiqishadi. Endi bular bilan yuraman men qadrdonlar. Bular yangi baribir hozir vastalar bir qator mash tarafini ko'rib chiqdik. Syomka qilish xayoldan ko'tarilib qolgan ekan. Akamiz yukimiz orqa ko'chaga tushgandi. Faqat zakat o'tkazib olib kelyaptilar. Obyektimiz xuddi shu holatda. Xudo xolasa ish jarayonidan tezlashtirilgan kadrlarni qo'yamiz qadrdonlar. Ish jarayonlaridan video lavhalarni qo'yamiz qadrdonlar. Bu obyektimiz 85 kvadrat. Xudo xolasa bugun chiroyli tarzda yakunlab o'z egalariga topshiramiz. Yangi instrumentlar bilan, yangi obyektda, yangi ustalar bilan ish boshlayapmiz. Ozgina kamroq syomka qilishim mumkin, lekin imkon qadar to'liqroq syomka qilishga harakat qilaman. Sababi bular bilan teppa-teng yuribman. Mana shu joylarda birin-ketin ko'rdik. Zardevoli bu taraf pastligiga ana shu taxtalarni o'zim qoqib berdim. Doq bir qator qo'yib chiqishdi. Xudo xolasa endi ish jarayonlarida ko'rishamiz qadrdonlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.
Yana bir bor assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatib turgan qadrdonlar, salomatliklar joyidami? Xudo xolasa Namangan viloyati 3 tumanidagi galdagi obyektimizda ham inshaalloh chiroyli tarzda yakunlab o'z egalariga topshirish arafasidamiz. Sababi ikkita qopda mahsulotimiz qoldi. Yukni anchagina oshirib olib kelgandik. O zardevorlarni chetlari ham to'lib pastga yemoqib o'tdi. Mana shu joydan bitta o'tdi. O mana shu joydan bitta o'tdi. O nari taraflar zardevordi. Usti ham to'lib ketdi. 7 sm pilis holatiga kelishganmiz. Ushbu uy egalari bilan ham mana shu joylarning ustida hozir yurib o'tdik. Endi shu ikkita qopdagini shundoq quyamiz. Xudo xolasa bu taraflari ham mashinga o'xshagan silliq tekis chiqadi. Tom tekizroq kelgan ekan qadrdonlar. Buni tashlangan to'sinlar imkon darajada bir-biriga yaxshi tushgan ekan. Shu sababdan chiroyli tarzda shu obyektimizni ham yakunlab, shunga ham ancha chiroyli chiqdi. Yakunlab o'z egalariga topshirish arafasidamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Dilshodbek Penash jamoasi xizmatlaringda. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Aka-uka, opa-singillar, salomat bo'linglar. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar.